hayotlik dahshat kuchi pushtigingni chalg'in. 2021 аппараты яңызын алдап өткізіп, оның хатırısını әсілі келтіріп, лентінің дергіні білмәкші. Bu lenta ma'lum bir ittifoqdosh davlatning hokimiyatini og'dirish suiqasdiga doir lenta. Buningdagi maqsad neft jihati alohida imtiyozga ega bo'lish. Biroq o'ylanmagan yerdan Dongpeng savdo korporatsiyaning tashrish ishxonasi Xiyeching bu lentani ularning raqobatchisi Osiyo savdo shirkatiga sotib etgan. Oqibat u Domodagi o'rmonda o'ldirildi. Lekin uning yenidan lenta topilmadi. Çünkü o lentini Yangzı'ya berip etken. Yangzı şu işten kiyilla yana hadiseye uçurap, şu iş hakkındaki hatırasını yok atkan. Şovşi. Yangzı'nın hatırası eslik kepti. Eğer cinayetçiler bilip kalsa, Yangzı'nın hayatı mı? Günden keyin Oldumuz Sarubiye namlıq Tarıq'ın qarşı göründü. Biz bilen boğa arlığı 18 deniz melikelidir. Çatak oldu. Bu ablakla cininin biriçe Filipin deniz tevesi qarab qıçı atıdı. Üçüncü rayın zombosunu ulap birim. Şunda. Dobiyen ap birim. Vay, ben Dubiyen. Ben Suntian. Vay, Filipin'in Yaponiyada turuşluq elçixanası bilen alaqalashib, deniz tevesiga kirishimizga ruxsat dağılıp olmasmı? Deniz tevesi kirishga? Janobi kapitan, o'ynashqanda ish qilmang. Deniz tevesi kirish, egilik huquqiga tajovuz qilish degan so'z. Do'st davlat bo'lsa-mu, davlat manfaatiga ziyon yetadigan ishqa har qanday davlat e'tibor bilan qaraydi. Bu tarbiya sizga ayon. Vay, bu balaning hayotiga munosib bo'ladir. Sizga topshirdim. Qani, men kirish baqay. İlaj va ularni ochiq dengizda to'sidinglar. Butun surat bilan qo'g'langlar. To'xta. Ochiq dengizdan chiqib ketkichi ular yetishmoqli bo'ladimi?
Hazır ular bilan bo'lgan orlig'imiz 18 dengiz mili keladi. Soatiga 3 dengiz mili surat bilan qo'g'lisa. 6 soatdan keyin Sarobiya nomli parvod Filippin dengiz tavasiga yaqinlashib qoladi. Lekin bu ablaqlar jondan to'ygan nimalar? Butun surat bilan ilgarilasa mo'lcharimizdan burunroq dengiz tavasiga kirib ketishi mumkin. Filippin hukumati qo'shilarmi? Bu ishga qo'shilmasligi mumkin. Odat savdo shirkatlari savdo setiqda qulaylik bo'lish uchun qarshi davlatdagi bir qism kishilarga pora berdi. Dumping savdo kooperativini aloqalashib bo'lgan bo'lishi mumkin. Dengiz tavasiga kirganlik egilik huquqi tajovuz qilganlik bo'ladi. Shun qattiq talab qo'yilmaydi. Kapitan, faqat iloj bo'lmaganda menga katerdan birini berib turamsiz. Kater? Ben yalnız qo'lsam boshqalarning bexatarligi kapolat qilib bo'ladi. Ahmoqlik qilmang. Yolg'iz borsangiz o'lib ketsiz. Ularda faqat tapanchili bor. Farzimcha cho'ng masala chiqmaydi. Ruxsat beramsiz? Bo'lmaydi. Biz yanala so'zlashgach qo'g'liqimiz yaxshi. Shunda qilish qilib bo'ladi. Moşundaq ketiversak, ular qaçıp ketidi. 3-cü rayondan bo'lsa ular birim. Men Dubiyan. Nima ish? Filippin hukumati bilan so'zlashdinglarmi? So'zlashyapmiz. Asta. Zodi qachongacha saqlaymiz? Xalqaro ishlar bolaning hayotidan muhim ekan. Bir necha qatim telefon berdik. Saqlab turinglar. Mana ana deb saqlavasak, yana birozdan keyin Sarobiya Filippinning dengiz tavasiga kirib ketadi. Qandaqli bo'lsa saqlasanglar kerak. Saqlanglar. Kapitan, menga katerdan birini berib turamsiz. Başlık, Filippin deniz tavasiga 8 deniz mili qoldi. Xutom. Shoshi. Sarobiyaga chiqishga ishonchingiz bormi? Siz xotirjam bo'ling. Sizga topshirdim. 2-chi nomerlik kater hozirlansin. Hop. Parxod to'xtalsin. Parxod to'xtalsin. Sarobiyaning yig'i bo'lsa, men muborak. Siz borsiz? Ruxsat qilishingizni o'tinaman. Parxod to'xtaldi. Çocuğun, ko'nglingizni tushunaman. Lekin bu soqchilarning ishi. Shunga bu ishni ma'qul topshiring. To'xtat turing. Cho'ji. Ben sizni evetmeyim. Bu mening buyrug'im. Cho'ji. Siz Diyokaydan Behaydovga mezig'icha yang'izib izlab keldingiz. Shoshi ishkimiz irodamiz va otliq mehringizning ta'sirida Sarobiyani qo'g'layapmiz. Liyangizni qutqizilinsa, uni bag'riga bosadigan Shoshi emas, balki siz. Shoshi. Sizga topshirdim. Katerdan xabar bormi?
Katirdan xabar bormi? Texi yo'q. Shoushini muvaffaqiyat qozonganligiga qanday hukm qilib bo'ldi? Katir Sarobiyani to'sib olsa, darhol minishdan to'xtaydi. Yoki oqil qarab mangadi. Agar u yanala Filippin dengiz tavasiga qarab mangsa, u oldi mag'lub bo'ldi deyishki bo'ldi. Mag'lub bo'lish? Undaqda Leon's qaytib kelmaydi ekanda. Sarobiyaning yo'linishida o'zgarish bormi? Texi yo'q. Katir bilan aloqalashdinglarmi? Katirdan xabar bormi? O'zliksiz chaqiryapmiz. Texi javob yo'q. O'lcharimcha Sarobiyaga yetishib olgan bo'lish kerak. Bizning hozirgi turayotgan o'rnimiz-chi? Yangi tavasidan 3 mil yiroqlikda. Zo'ngboq o'lab turing. Hop. Men Zongbo. Suntemisiz. Men Dubyan. Ha. Dengiz tavasiga oz qoldik. Agar ma'qullikqa ega bo'lamasak, mening shaxsan fikrim dengiz tavasiga kirish. Nima? So'rab bo'ldingizmi? Qahno dengiz tavasiga kirishning oqibatini bilamsiz. Filippin dengiz armiyasining to'p o'qitishga asakma e'tiroz bildirmaymiz. Bu degan zo'r siyosiy masala. Sarobiyani qovlab ketgan qutqish paroxotimiz bilan aloqamiz uzib qoldi. Bu qizchoq bilan oqtirish amaldorining hayotiga munosabatli ish. Bo'lmaydi. Dengiz tavasiga kirishga bo'lmaydi. Filippin dengiz tavasiga kelganda paroxotni to'xtatib buyruq kutinglar. Aloqalashishning natijasini cho'qim kutinglar. Hozirdan boshlab Sampo nomli paroxotimiz Zongbo bilan bo'lgan aloqasini uzdi. Bo'lmaydi. Sudyan. Sudyan. Paroxot surati tiziltirsin. Paroxot surati tiziltirsin. Xabarlash filmi Filippin dengiz armiyasi bazasi bilan bevosita aloqalashsin. Ahvolni aytib, dengiz tavasiga kirishni qo'lga keltirsin. Tutun. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Menimcha, moshchora eng muvofiq. Nima uchun? Zodi nima uchun? Bu kishilar nima uchun bolaning hayotini deb bo'lsin o yordam qo'lini sunmaydigandu? Faqat oqibatini o'ylabsizlar. Sizlar oqibatini o'ylabsizlar. Sizlarning bolanglar yo'qmi? Yog'uzi bilan qaringlar bo'lmamdi. Davlat degan shundoq bo'lamdi. Adolat degan narsa bormi yo'q? Dengizga tashlasak, hech qanday dalil isbot qilmaydi. Oldimizda Sarobiya nomli paroxot ko'rinyapti. Yalnızı. Chidab turing. Kapitan, paroxotimiz Filippin dengiz tavasiga yetib keldi. Xabarlash filmi Filippin dengiz armiyasi tarafdan xabar bormi? Yo'q. Barliq xodimlar o'z o'rnida tursin. Paroxotimiz Filippin dengiz tavasiga yetib keldi. Qanday ish yuz berishidan qat'iy nazar, barliq xodimlar o'limdan qo'rqmaydigan jasorat bilan bayroqqa bo'ysunib tang harakat qilsin.
Kapitan, sol tarafdan yuqori süratli Filippin harbiy paraxod kelyapti. Yuqori süratli paraxod qayta ogohlantirish berib, dengiz tavasiga yaqinlab qolganligimizni, darhol qaytishimizni aytdi. Karınglar olmasın. Sarobiyani qo'llaveramiz. Tavarilish filmi Filippin tarafga ahvolni tushuntiringlar. Afu qilishni qo'lga keltiringlar. Yana bir qitim ogohlantirdi. Darhol qaytib ketinglar. Bo'lmasa suv minas qo'yib beramiz dedi. Sarabia yo'lini o'zgartdi. Kapitan, Filippin tarafdan xabar keldi. Sarobiyani dengiz tavasidan qo'g'lab chiqaramiz. Sal bo'lma qaytib ketishi kerak deydi. Siz Filippin dengiz armiyasining kapitaniga aytib qo'ying. Ularning hamkorlashganligiga rahmat. Kampomo darhol dengiz tavasidan chiqib ketadi. Solga burilsin. Çocuğu, muhabbetin devlet çığırsı bulmaydı. İyilik mi ayrımaydı. Filippin deniz armiyası mı tesirlendi. Kızınız bilen şoşi bir xatar kaçıp gelse de yaxşı buladı. Kapitan, qutquzilish kemisinin xabarlash aparatidan çatak çıkıp aloqalashmayapti ekan. Şovshi Sarobiya namli paraxodga chiqibdi. Ben Sentu namlıq çarlıqçı parxod. Ben Sentu namlıq çarlıqçı parxod. Sarobiya derhal to'xtatilsin. Derhal to'xtatilsin.
Kim? Çocuğum! Yakışık! Benim hayatımda fena kıldım! Yakışık! Ben bütünlüğe tükeştim! Çocuğum yakışık! Ben sizi öldürmüştüm ben! Çocuğun öyle yok! 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 Sen Leandr'ı hep kaçtın! Sen bizim tanışımızı bozdun! Abla! Abla! Leandr'ı kaydırıp be! Leandr'ı kaydırıp be! Olmaz de! Sen insanlar işinden çıkan münafık! Ben seni öldürmüştüm ben! Bana beni öldür! Sen benim varlığımı tatlı aldın! Ben cinimle çıkıp koydum! Sen Adem emezkensin! Sen Adem emezkensin! Sen Adem emezkensin! Сақчы назараты Гаңшәммей сақчы мәхкәмәсенә байлы өзне мәлім кылган доктор Баян Gözінің ağzaki iqrarıга асасы шундый хөкем чыгады. Сабык Донпин сот кооперативы тәкъшүриш ишханасының хадимы Санжикваннар Чоҗил яңгызны кашкан. Һәм Явканың Чишән дагысындагы катылык әнсенең баш җинаятчысы. Бу ел 30 яш. Баш җинаятчы белән 2 нәфәр әгәшкүче Донпин сот кооперативының Саробия намлык йөк пароходында отырып чат элгә кашкан. Dengiz amallığı nazaratının Sempo namlıq çarlıqçı parxotu ulanı davamlı qoğlamakta. Konar! Sen ne buldun? Abla! Sen beni muşalık uçurup koydun. Ben senin sızgınıdın çıkmayla geldim. Küçükümde tatlısını gibi ağlam geldim. Bırak emrinim oldu. Ben demiştim muşalık uçup kaldım. Oldu yakınma. Sen nam çıkırış için yukarının buyruğu kılap kılıç kılmaydı geldin ko. Sen Allah deme. Hadi. Benim müşkünü koygan sen. Ben bomuz müşkünü kalam sen. Konar! Ey! Papa. Sen oku diyen mektepte okudum. Seni hoş olsun dep tirişip okudum. Aldığım Katar'daki şirketke girdim. Apa. Ben kanda kılıp müşüne kalıp hep kaldım. Apa. Ben bu dünyanın tükeştim. Apa.
Rahmet sizge. Çocuğu, siz galiba kıldınız. O bir sakçılarının gücü emas. Belki atılık muhabbet, kişilik muhabbet hemeden galip geldi. Çocuğu, siz herkes ümitsizleme. Siz çokum galip kılırsınız. Şovşi. Rahmet sizge. Liyanızı. O gap kılaması o kaptı. Vahim tipeyledin tutul kılış kesili gırta buldu. Ulah liyanızını Sarıgı yanımlıq parxot apmanğanda. Kıştekni paşlı bitipdi. Liyanızı üçün kıştek can bilen baraver tursa. Əmdil 6 yaş kirgen bala özünün öldürüldüğallığını bilgen. O şunundan başlap taşqı alem bilen alaqını üzgen.
Liyansız. Muşundaq ketiversin. Qandaq bo'lar? Liyansızın dili qattiq azar edi. Lekin biz her halda cem bo'ldik. Sizning tirishchanligingizning oqibatining mundaq bo'lishini o'ylamabdi ekan. Barliq amallarni qilib qo'ydik. Lekin hech nimaga qiziqmaydi. Bizga gap qilmaydi. Doim o'zi yolg'iz o'tirdi. Adi bo'lgan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Şirketdeki kantin efendimken. Ben yalnız bilen narsa kerak ekiray. Sizni avara qildim. Hech qisi yo'q. O'tiring. Ma'qul. Sizni yangizni olib ketdi deb angladik. So'jangmi birlikka masjidda. O'ylimi g'ayadin. Şirketli mesil çıktı. Gizit kögensiz. Ködüm. Şirket ete yığılaşarsa iltimas kılmakçı. Şirkete kal. Toxtam tüzün. Şular meni aymenimemni vayron qildi. Hatta alyansımı gap qilolmaydigan bo'lib qoldi. Cho'ja. Tompon savdo kooperativi tekshirish bo'limining boshlig'i Jonlin o'lyapti. Bu ish Jonlinning o'limi bilan tugagan hisobda bo'ldi. Yangichida hamma ish jimiqtirib o'tildi. Bu ablahlar odam yeydigan alvoslar ekan. Liyansız, bugün nemi tamak eteyli. Nemi yiyiniz var? Nemi yiyiniz olsa verin. Ben sizge etip verme. Tuxum turma Liyansız. Heraz, Liyansız yaxşı gördüğün tuxum turma eteyli. Soğan, ilim. İlim ha. Keçirim. Hiç kız yok. Atiye. Ben bilimen. Sen yalnızını kutquzman deb ko'p jafo tortdim. Shundaqdimi? Qaytib kelgin. Bu ailede sen bo'lmasang bo'lmaydi. Bu ailede sen bo'lmasang bo'lmaydi. O'tinib qolay. Atiye.
Ati. Ati. Liangzi, men sizdan o'tinib qolay. Meni opa deng. Liangzi, ati qaytib ketdi. Ati. Ati. Cepatat yan biraz sidaqan. Liangzi. Dada, apa? Liangzi. Liangzi. Ya dikkat. Dada, apa? Liangzi.
Rast. Hem saklı nevde.